Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Sirojiddin Media kanali. Do'stlar, ko'pchilik menga qo'ng'iroq qilyapti. Xitoy bizni bosib oladimi? Hamma yo'q Xitoy bosib ketdi. Zavod, fabrikalar, ish qilib ko'p narsalar bo'yicha yerlar olishyapti. Har xil narsalarni olib qo'yishyapti, sotib olishyapti. Shunga o'xshagan gaplar bo'lyapti. Keyinchalik Xitoy, O'zbekistonni Xitoy bosib ketadi. Bizni bosib olishadi degan gaplarni qilyapti. Haqiqatdan ham bosib olishi mumkinmi? Ha, bosib olishi mumkin. Agarda o'zimiz bunga yo'l qo'yib beradigan bo'lsak. Esinglarda bo'lsa, bundan bir 3-4 yil oldin o'sha rossiyaliklar ko'p ko'chib kelishni boshladi bizda. O'shanda bizni ko'p noinsof insonlarimiz, odamlarimiz kvartira bo'yicha mana ko'rdinglar. Misol qilib aytyapman. O'zi 200 dollar turadigan kvartirasini bir oyga arendasi 500 dollarlab sotdi. O'zimizni qora ko'z o'sha studentlarga bermasdan pulga uchib shu ishlarni qildi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'laveradigan bo'lsa, biz xitoyliklarga pulga uchaveradigan bo'lsak, hammasi o'zimizga bog'liq bo'lyapti. Hozir deylik, biror sizdan arenda olmoqchi yo yeringizni olmoqchi yo shunga o'xshagan bir biznes bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, ular yaxshiroq pul taklif qiladi va bizni odamlarimiz pulga uchib shu narsalarga o'ch bo'lib ular taklifiga rozi bo'lishadi va shunaqa qilib ko'payib ketishaveradi. Keyin og'zimizni ochib qolaveramiz. Shuni gapiringlar deyapsizlar. Endi uncha odamlarni o'zi ham faol bo'lish kerak. Hamma narsani hukumatga tashab qo'yish kerak emas-da. To'g'ri, hukumat ham ish qilish kerak, ular ham haddini bilish kerak. Xitoyliklar xohlagan joyda o'zini bayrog'ini ko'tarib, qanaqadir tushunarsiz bayroqlarni ko'tarib, qo'shiqlar aytib, mitingga o'xshagan narsalar qilishga yo'l qo'yish kerak emas. Bu hukumatimizning ishi, lekin Xitoyliklar bizni oramizda yuradi. Bizni oramizda yurganda ularga haddini bilishni tushuntirib qo'yishimiz kerak. Faqat puliga uchmasdan ularga haddini tushuntirish kerak. Yana baribir borib ko'pchilik hukumat ishlama qilmayapti deyishyapti, lekin baribir xalqqa o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti. Shuning uchun o'zimiz ular bilan qanaqa gaplashsa bo'ladi? Ular bilan zo'r xushmuomala gaplashish kerak emas. Agarda bir o'zbegim kelib turib shu joyini arendasiga 500 dollar beraman desa, xitoylik kelib turib o'sha joyga 1000 dollar beraman desa, unga 1000 dollarga pulga uchib berish kerak emas. O'shanda o'zimiz birlashadigan bo'lsak, bizni hech kim yo bosib ola olmaydi, yo qanaqadir boshqa narsalar qila olmaydi. Va hukumatdagilarimizdan so'ragan bo'lardim, yana bir ikkita gaplarim bor edi. Biz hozir mana o'zim ham kichkina bo'lsa ham tadbirkorman. Biz reklama bo'yicha kirilchada reklama qo'ygandik. Kelishib hokimiyat vakillari yo'q, lotinchada bo'lsin, o'zbekchada bo'lsin deb o'sha narsalarni oldirib tashashdi. Lekin xitoychada o'zini yozuvlarini, brendlarini qo'yib yotishibdi, hech kim indamayapti. Nimaga ularga duxiylar yetmayapti? Bizda lotincha qo'yiladi. Yig'ishtir karam sho'rvayni, Xitoy narsani ol. Bizda qonun bor. Qonun hamma uchun baravar. Xitoylik bo'lasanmi, afrikalik bo'lasanmi yo o'zbek bo'lasanmi, qonun baravar deb o'shalarga shu hokimiyat vakillari nimaga bu ishni qilmayapsizlar? Ular xohlagan yozuvlarni xitoycha yozuvda qo'yishyapti. Agarda biz hozir yo kirilchada yo ruschada yozadigan bo'lsak, nima qilyapsizlar? Kelib olib tashiysan deb, anta prokuror turadi, anta militsiya turadi, milliy gvardiya turadi-da, sizni zo'rlab buzib olib tashashga majbur bo'lasiz. Yo o'zingiz olasiz yoki buzib olib tashlaysiz. Xitoyliklarga ham shunaqa qila olasizlarmi degan savol tug'ilib qoladi. Uning uchun nafaqat hukumat, xalq birlashib, ularga o'sha haddidan oshib, bizdan juda ham ko'payib ketayotgan bo'lsa, hamma bozorni egallayotgan bo'lsa, ularni haddini tushuntirish kerak. Chunki bu O'zbekiston, qonunlarimiz hammaga barobar ishlashi kerak va avvalambor o'zbeklarning manfaati uchun ishlash kerak, keyin qolganlarning manfaati uchun ishlash kerak. Shuning uchun men so'rab qolgan bo'lardim, o'sha hukumatimizdan ham, keyin o'zimizni oddiy xalqdan ham so'rab qolgan bo'lardim. Xitoyliklarni bunaqa o'zimizga, meni fikrim bo'yicha yaqinlashtirish yaxshi emas, chunki bular Uyg'ur millatini juda ham xor qilyapti deb ko'p internetlarda ko'ryapmiz, eshityapmiz. Uyg'ur
juda ham millionlab ko'p uyg'urlarni hozir xitoylashtirish ishi ketyapti ekan. Xudo ko'rsatmasin, bizni ham bossa, biza почти 40 millionmiz. Ular milliardlab. Sekin 10 yil, 20 yil, 30 yilda bizni nevaralarimiz, bolalarimiz bo'lmasa ham nevaralarimiz xitoy tilida gapirib yurmasa bo'ldi. Shuning uchun hozirdan har bir fuqaro o'sha xitoyliklar bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bu O'zbekistonda yurgandan keyin O'zbekistonning qonun qoidalariga bo'ysunib yurishga bo'ysunmaydigan bo'lsa majbur qilishimiz kerak. Hammasi o'zimizga bog'liq bo'lyapti. Shuning uchun hurmatli do'stlar, faqat boya aytdim, boshida aytganimdek qo'ng'iroq qilib endi nima bo'ladi, xitoyliklar xohlagan ishini qilyapti deb faqat gapiravermasdan o'zimiz harakat qilaylik. Meni ham hozir yonimdan yo ishimga o'sha xitoyliklar aralashadigan bo'lsa, men ularga yo'l qo'ymayman. Masalan, yaxshi taklif bo'lsa ham yo'l qo'yish kerak emas. Ularga birlashib harakat qilishimiz kerak. Bu meni shunchaki shaxsiy fikrim. Sizlarning fikringlar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Eng asosiysi biz birgalikda birlashib harakat qilishimiz kerak. Bizda afsuski bu o'zbek millatida bu narsalar juda ham kamdan kam holatlarda uchraydi. Bizni birlasha olmaymiz. Shu ishimiz bizni o'zimizga yomon. Shuning uchun hurmatli do'stlar, birlashaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.